Nega Cristiano Ronaldo hamon onasi bilan yashaydi? Bir jurnalist Cristiano Ronaldodan so'radi. Nima uchun onangiz hali ham siz bilan yashaydi? Nega unga alohida hashamatli uy qurib bermaysiz? Futbolchining javobi juda ta'sirli edi. Onam meni voyaga yetkazdi va men uchun o'z hayotini bag'ishladi. U menga ovqat berish uchun och holda uxlardi. Bizda umuman pul yo'q edi. U futbolchi bo'lishim uchun birinchi poyafsalimni sotib olish uchun haftada 7 kun kechasi xizmatkor bo'lib ishladi. Mening barcha muvaffaqiyatlarim sababchisi onam. U hayot ekan. Hamisha yonlarida bo'laman. Onamning qo'llarida men bera oladigan hamma narsa bor. U mening boshpanam va eng katta sovg'am. Agar siz millionerlar klubiga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, ehtimol bizni boshqa hech qachon ko'rmaysiz.